200 ming mukofot bor. Karteliga tashlab beramiz. Mana bu yerda brend tushirish jarayoni. Razmerlarni chiqazib, ko'pincha ancha vaqt ketadi. Xudo xolasa bu jarayon tayyor. Kuch kerak buni endi. Tizib chiqadi. Hozir toshlarni yechib, boshqa razmerga to'g'rilab, mana endi kuch jarayoni. Arzimagan narsa shuncha harakat. Qoyalanib ketdi. Sharaf og'irgarchiliklar bo'ladi. 4-etapdan 5-etapga qarab ketdi mana. Nima deysizlar? 500 mingga arziydimi shu brendni yozish? Ancha arzimasa kerak lekin mijozlarimiz uchun qo'ldan kelgancha chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Arzisi kommentga yozib yuboringlar. Arziydimi, arzimaydimi? Orqa tarafiga ham cho'tka qilib sepamiz. Xudo xolasa mana ishga yetib qo'yamiz. Sim yopil, soatlarda pishadi. Jarayonni ko'raveramiz. Mana brendlar tayyor. Plastikradan chiqdi. Xudo xolasa mana. O'ri stiklolarni yopishtirish kerak orqasiga. Mana shirolarni ham yopishtiramiz. Necha kishi olib o'tdi bunga. Shirolar olyapmiz, brendlarni qo'yamiz. Xudo xolasa tayyor bo'ldi. Endi yoqib yuborsak bo'ldi. Nima deyapti, o'xshabdimi? Bitta baho berib yuborasizlar. Shunga nechta odam ovora bo'ldi? Kommentariyaga to'g'risini yozsanglar, 300 ming mukofot bor. Karteliga tashlab beramiz.